Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiliklar sababli Xitoy shirkatlaridagi mablag'ini qaytarib olgan Norvegiya egilik huquq fondi Xitoyning shiddatli tanqidiga uchradi. Xitoy shirkatlari Rossiya bilan bo'lgan munosabatiga diqqat qilmasa, texnik og'ir ziyon tortishi mumkin. Xitoydagi Boxay Huami shirkatidagi peyni setib etganligini aytgan Hunter Bidenning hali ham mazkur shirkatda pey baliq ilgari surilmoqda. Amerika Xitoy hukumatini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Xitoy Sharq Turkistondagi zulm taktikasini o'zgartirayotgan bo'lishi mumkin. Tövəndəki Xitaylar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bo'lsin. Frans 24 o'rnining 9 martdagi xabarga ko'ra, Norvegiya Egilik huquq fondining axloq komiteti Xitoyning dаңlıq tantarbiya markasi Liningning Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetish ekanligini o'tirib qo'ygandan keyin Norvegiyaning Egilik huquq fondi Lining shirkatining og'ir kishilik huquq dafsanchiligiga yantayoq bo'lishining qabul qilg'isiz xavfga ekanligi sababli o'zlarining bu shirkatdagi mablag'ini qaytarib olganligini chakarlagan. Halbuki Xitoyning izchil qilib kelganidek, Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Chao Lijian 9 mart mazkur qarorni atalmış Xitoyga qarshi kuchlar tomonidan o'ydirilgan og'ir kazoblik deb atagan va aloqador taraflarni yolg'on yovdaqlarga aldinib o'z manfaatini ziyon uchratmaslik degan. Egilincha Norvegiya Egilik huquq fondi dunyodagi eng chong fond bo'lib, bulturning oxirida mazkur fondning qiymati 1 trillion 380 milliard dollar bo'lgan ekan. Bloomberg to'rining 10 martdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Amerika savdo ministri Gena Raimondo Amerika aslalarini va yumshoq detallarni sotib olmoqchi bo'lgan Xitoy shirkatlarini agar Rossiyani o'zak va boshqa ilg'or texnikalar bilan ta'minlashni to'xtatmagan taqdirda, ularning Amerikadan asla va texnikaga erishmaydiganligi to'g'risida ogohlantirgan. Egilincha Rossiya o'zak importining 3dan 1da Xitoyga tayinlagan. Buningdan sirt Amerikaning Ukrainaga aloqador nurg'un jazolari bulturqi 14024 nomerli ma'muriy buyruqni asos qilgan bo'lib, o Amerika hukumatining embargo yurgizilgan Rossiya shirkatlarini mohiyatlik yordam bilan ta'minlaganlarni jazolashiga imkoniyat yaratgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy bu masalaga jiddiy muomala qilayotgan bo'lib, Xitoy banklari Xitoyning davlat ig'dorchiligidagi ba'zi shirkatlarni Rossiyadan ko'mir sotib olishni to'xtatishga undagan. Washington Examiner to'rining 9 martdagi xabarga ko'ra, 8 martga qadar Xitoy va Amerikadagi savdo xotirlari davomli turdi. Amerika prezidenti Joe Bidenning o'g'li Hunter Bidenning Xitoy hukumatiga bog'lanishliq Boxay Huami mablag' selish shirkatining 10% payga ekanligini ko'rsatgan. Halbuki bultur noyabrda Hunter Bidenning advokati Chris Clark New York vaqti gazeti muxbiriga Hunter Bidenning Boxay Huami shirkati bilan bo'lgan bevosita yoki vositalik holda hech qanday manfaat munosabatini saqlab qolmaydiganligini bildirgan edi. Prezident Joe Biden prezidentlik saylami jarayonida agar saylamda g'alaba qilsa, oilasidagi hech kimning chet el shirkatlari yoki davlatlar bilan savdo munosabat o'rnatmaydiganligi to'g'risida aniq va'da bergan edi. Ammo ahvolning bunday bo'lmaganligi ma'lum. Reuters agentligining 9 martdagi xabarga ko'ra, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet 8 mart o'zining uzundan buyon taqozolik bilan kutayotgan Xitoy ziyorati to'g'risida Xitoy bilan kelishim hosil qilganligini, bu jarayonda Sharq Turkistonga bordiganligini e'lon qilgan edi. Bununla qarta Amerikaning Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida turishliq bosh elchisi Sheba Kiroker bayonot e'lon qilib, Sharq Turkistonda ishonchli ziyorat berish uchun Bachelet Sharq Turkistondagi turli Uyg'ur shaxslar va tashkilotlar bilan o'z oldiga uchrashish olishi hamda majburiy emgak silish ahvoli mavjudligi ilgari surilgan o'rinlarga bora olish kerak degan. Ayni News to'rining 10 martdagi xabarga ko'ra, 3 mart Sharq Turkistondagi atalmış yuqori sud mahkamasi bilan taftish mahkamasining 2021-yilda xizmat doklati e'lon qilingan bo'lib, doklatda ma'lum bo'lishicha, bu tur Sharq Turkistonda bartaraf qilingan delolarning xeyli ko'p qismi atalmış terrorlik zarba berish va atalmış muqimlik kapolatli qilish nomidagi siyosiy bostirishlarga munosabatli ekan. Atalmış Abnum rayonlik xalq sud mahkamasining boshlig'i Bahargul Samat o'qib o'tgan Abnum rayonlik sud mahkamasining 2021-yilda xizmat doklatida atalmış Abdunum rayonidagi sud mahkamalari jami 668.900 deloni qabul qilib, 606.200 deloni oxirlashtirdi. Yuqori sud 5820 deloni qabul qildi va 5271 deloni oxirlashtirdi deyilgan. Germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zenizning aytishicha, Sharq Turkistondagi sudlardagi delo va tekshirishlarning soni 2018-yildan buyon bir hassiga yaqin oshgan. Buningdan sirt Adrian Zeniz yana sudlash jarayonida Uyg'ur tilidagi tarjimaning ko'payganligining
Beyjingning mazkur rayondagi zulm siyosatining atalmish qayta tarbiyalashni asos qilishdan zo'r bir turkum Uyg'urlarni turmaga qamashga o'zgarayotganligining alomati ekanligini o'tirib qo'yib, Uyg'urlar lagerlardan qo'yib berilayotgani yo'q. Aksincha ular turmalarga yutkilyotdi degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.